Aka, televizorni mana shunaqa dekorativni qildirmoqchi bo'lsa, menga necha pulga tushadi? Shuni hisoblab bering. Xo'p, devoringiz eniga qancha? 350 aka. Xo'p, 350 bo'ladigan bo'lsa, 350 joyiga bitta PVX panelni hisoblaymiz. 120 bo'ladi razmeri. Nimaga bitta davomma o'zi ikkita qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin bitta qo'yadigan bo'lsangiz, mana bunaqa taroq qancha ko'p qo'yiladigan bo'lsa, uy shuncha chiroyli chiqadi televizoringiz. O'shaning uchun biz bitta qo'yamiz. Hop, bitta qo'ysak, 350 dan 120 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 230 joy qolyapti. 230 ni shundoq 40 ga bo'lib yuboramiz. Shunda bizda 575 chiqdi. Ya'ni mana bunaqa 40 razmerdagi dekorativniy taroqlardan 6 ta ketarkan. 6 ta ketarkan. Endi buni pulini hisoblaymiz, tarog'i pulini. Xo'p, 6 tasini ko'paytiramiz. 85 ming so'mda 510 ming so'm bo'ldi. Endi bunga qo'shamiz. Xo'p, PVX panelimizning narxini hisoblaymiz. 216 ming so'm. Shunda 726 ming so'mga bityapti. Agar mabodo sizga mana bunaqa klassik emas, buni yana ham bagatiyroq qilaman deydigan bo'lsangiz, mana bunaqa tilla akrillardan orasiga qo'yadigan bo'lsangiz, yana ham chiroyli chiqadi. Bo'ldi aka, olaman. Qolgan obunachilar olishmoqchi bo'lsa, qayerdan topsa bo'ladi? Aka, uzoqga borib nima qilasiz? Albatta, Elektrodan topsangiz bo'ladi. Dekorativniy taroqlarni do'konimizda 12 razmerdan 40 razmergacha bo'lgan har xil любой variantini topsangiz bo'ladi. Didingizga moslab xohlagan rangini, xohlagan fakturasini bemalol topsangiz bo'ladi. Sizga ham, obunachilar ham bemalol Elektroga kelaverasizlar. Pastda nomer qoldiramiz. Telefon qiladigan bo'lsanglar, Chinoz bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul.